Assalomu alaykum aziz muxlis. Rossiya butun Yevropa uchun tahdidga aylandi. Yana bir davlat Rossiyaga qarshi chiqdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Makron zamonaviy Rossiya butun Yevropa, jumladan Fransiya uchun tahdidga aylanganini va u Ukrainada to'xtab qolishga hech qanday asos ko'rmayotganini aytdi. Fransiya prezidenti Yevropa fuqarolarining xavfsizligi va farovonligi endi xavfsiz ko'rinmasligini ta'kidlab, xususan Rossiyaning Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urushi uchun 3 yildan buyon davom etayotgani, AQSh Ukrainani qo'llab-quvvatlash bo'yicha o'z pozitsiyasini o'zgartirayotgani va o'z ittifoqchilari bilan savdo urushi boshlagani, terrorchilik xavfi saqlanib qolayotganini ta'kidlab o'tdi. Prezidentning ta'kidlashicha, Rossiya allaqachon Ukrainaga qarshi jahon miqyosidagi urushning chizmalarini berib, Koreyadan qo'shinlar va Eron qurollarini olib kelgan. Shu bilan birga Rossiya Koreya va Tehronga bir vaqtda o'zida yordam berib, Kremlning Yevropadagi muxoliflarini o'ldirishdan tortinmayapti. Saylovlarga aralashmoqda, kiberhujumlarni amalga oshirmoqda, ijtimoiy tarmoqlarda yolg'on axborot tarqatish orqali jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilishga urinmoqda va havoda, dengizda, kosmosda va qurilmamiz ekranlar orqasida ruxsat etilgan chegaralarni sinovdan o'tkazmoqda.